Assalomu Shukurov oraga bugungi videoda YouTube kanal ochish hamda YouTube'ga video qo'yishni o'rgatib o'taman. Birinchi o'rinda bir boshidan kiramiz. Nima qilamiz qalla? Birinchi o'rinda tugmani bosamiz. Bosdik. Keyingi tugmamiz bo'ladi. Ana bu. Bosamiz unga. Va shu ekranga olib keladi. Mana o'zimning kanalim. Keyin bunga kiramiz. Qalamchani ustiga bosamiz. Va Shukurov oraga o'zimning ismim. Bu yoqqa o'chirib qolgan ismlarni qo'ysanglar, masalan, mana qilasizlar. Bo'lsalar, lekin o'zim ismimni almashtirgim kelmayapti. Bu yoqqa ham ism qo'yasizlar mana. Mana qilib tashlashlar mumkin. Kerak emas menga ism. Mana shunday qilasizlar. Keyin bu yoqqa xohlagan so'zinglarni yozib qoldirasizlar. Masalan, O'zbek Sila. Mana saqlash bosasizlar, bo'ldi. Kanal tag endi video olishni o'rgataman. Play Marketga kirasizlar. Google Play Marketga. Aytgancha rasm qo'yishni o'rgatmadim-ku YouTube'dan. Qalamchani ustiga bosasizlar. Yana keyin bu yoqda turadi, bosasizlar. Orqaga xohlagan rasmlar mana. Mana shu yerda xohlagan rasmlar turadi. O'shani bosasizlarda qo'yasizlar. Endi Play Marketga kiramiz. Va bu yerdan Here Recorder yozamiz. Here Recorder deganda bunisi ham yaxshi, olsangizlar bo'ladi bunisini ham. Lekin men bunda ko'proq ishlayman. Va shunday chiqib turasizlar, kira olasizlar. Keyin mana shu videolikni chiqatdagi vaqti bo'lsa bo'laverasizlar. Shu videolar oldim bugun. Sizlar like bosishni esdan chiqarmanglar. Shuncha mashaqqat. Hammaga